umra bo'lishga sababchi bo'ladigan narsani ilmimiz yetguncha yetkazib beramiz. Agar bu suhbatimizdan biror bir manfaat topsanglar, bu Robbimiz azza va jalladan, xato kamchilik mandan bo'ladi. Biz qo'limizdan kelgancha harakat qilamizki, hozir bu dunyoning o'zida biror bir xato kamchilik o'tsa, sizlar taraf bizdan norozi bo'lsa, pul bilan yoki biror bir xizmat bilan qolish imkoniyatimiz bor. Endi oxiratga borganimizda sizlar menga shu narsani aytmagan edilaring. Mana shu yerda mana shunaqa ish qilish kerak ekan, bizga o'rgatmadigan sizlar bizga olsanglar, bizda quvvatimiz bo'lmaydi sizga javob bergan. O'zimizdan holimiz o'zimizdan bo'lib turgan bo'ladi. O'shaning uchun iloji boricha diqqat tursanglar, qo'limizdan kelgancha sizlarga hamma narsani tushuntirib berishga harakat qilamiz. Bu safar ibodat safari. Bu safarda faqat ibodat bilan mashg'ul bo'lish kerak, boshqa hech narsa bilan emas. Asosiy qilinadigan ishlar bu yerda namoz o'qish. Namoz o'qishi ko'p birinchi savol tushadigan savol. Biz musofir bo'lsak, namozni to'liq o'qiymizmi, qasr o'qiymizmi, sunnat namozni o'qiymizmi yoki yo'qmi degan savoldan boshlanadi. Xo'p. Sunnat namozini to'liq o'qiymiz, hammasini. Agar o'sha yerda ko'p namoz o'qimasak, qayerda o'qiymiz endi? Masjid Nabaviyda bir rakat o'qilgan namozga Haram-i Sharifdan tashqari boshqa namozda o'qilgan mingtadan ko'p savob yozilgan. Haram-i Sharifda bo'lsa, bir rakat namozga 100 ming rakat savob va'da qilingan. 100 ming rakat namoz o'qish uchun bir kishi tug'ilib namoz o'qisa 53 yil umr kerak. 53 ga yo yetib boramiz, yo yetib bormaymiz. 1000 rakat namoz o'qishni ham bugun ertadan boshlab harakat qilsangiz, yo quvvatingiz yetadi, yo yetmaydi. Lekin Masjid Nabaviyda bir rakat namozni 1000 rakat nafl namozini savob va'da qilinadi. Haram Sharifda bo'lsa 100 ming rakat. Uchoqda, ya'ni samolyotda o'qilgan har qanday namozni yer yuziga tushganidan keyin qazosi o'qilinadi. Chunki namoz yer yuzida farz bo'ladi. Jiddaga tushganingizdan keyin Madinaga yo'l olar ekansizlar, yo'lda masjidga to'xtab namoz o'qisanglar, endi ayollarimizga imom bo'lmaydi. Ular peshin namozi bo'ladimi, asr namozi bo'ladimi, xufton namozi bo'ladimi, yo'lda qasr qilib o'qiysizlar. Farzini, sunnatini, vitri to'liq o'qiysizlar. Erkaklarimiz masjidga kirganda o'sha masjidning imomi bo'lsa, muqim bo'lsa, ya'ni to'liq o'qiydigan namoz to'liq o'qiydigan muqim imom bo'lsa, ergashsanglar to'liq o'qiysizlar. O'zingizdan biror bir kishi imomlik o'tadigan bo'lsa, unda sizlar ham qasr qilib o'qiysizlar. Madina-i Munavvaraga kelganingizdan keyin inshaalloh Xudo xohlasa bizning 50 boshlarimiz yo'ldan tezlikla xonaga joylashtirishadi. Keyin iloji bo'lsa o'sha kuni Madinaning fazilatlari haqida gapirib masjidga to'plashadi. Madinada qulayliklar erkinligi nihoyatda ko'p. Eng birinchi qulayliklardan bittasi salom eshigi doim ochiq turadi, 24 soat davomida. Salom bu bilasa duo. Hazrat rahimahulloh aytib bergan edilar, bir sahobiy 30 yilga yaqin bitta joyda yotgan ekanlar. Tahoratlari ham, taomlari ham, ibodatlari ham bitta joyda bo'lgan ekan. Ularga ikkita kishi ziyoratga kelib, haligi sahobiyga achinganday bo'lib, bir-birlariga qarab qo'yishdi. Shuni aytdilarga, "Hoy sen," debdilar, "yaqinroq kelibdi. Senga bitta gap aytaman, faqat hayotli paytimda aytmaysan. Olamdan o'tgandan keyin aytasan." dedilar. Har kuni tongda meni huzurimga farishtalar tushadi. Menga salom bergan. Men Ali olam bilan salom beraman. Sabab nima? Salom bilasizlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh degani sizga Allohning rahmati va barakati bo'lsin. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh, senga ham rahmat va barakati bo'lsin. Biror bir inson bo'lsa-ki, uni duosi mustajob bo'ladigan bo'lsa, har kuni kelib shu so'zni aytadi deydi. Endi haligi sahobiy Alloh bergan dardga rozi bo'lganlari uchun Alloh u insonni martabasini shu o'zi ko'tarib qo'ydiki, beayb, begunoh bo'lgan farishtalar uchun duolar har kuni aytadi. Endi Janobimiz sallallohu alayhi vasallamga shu yerda turib hozir assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh desa, Madinaga shahriga borib turib salom bersak farqi nimada deydigan bo'lsanglar, bu yerda hozir salom bersak, bizga biriktirilgan bir farishta bizning salomimizni olib boradi deb, falonchining o'g'li falonchi yoki falonchining qizi falonchidan sizga salom bo'lsin yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deydi. Madina shahrida salom bersak-chi, Madina shahrida salom berar ekanmiz, bizning gunohkor og'zimizdan chiqqan salomni Janobimiz sallallohu alayhi vasallam muborak quloqlaridan o'zlari eshitadilar va Ali oladilar. Ana endi himmat o'zingizga bog'liq.
Necha marta salom berasizlar, necha marta duolarni olasizlar, bu o'zingizga bog'liq narsa. Ba'zida shunaqa noto'g'ri tushuncha bo'lar ekan, 50 boshi yo uni kiyimi yoki soyasida bo'lar ekan. Bu davlat tarafidan borasidanmi, boshqa firmalardan borasidanmi? 50 boshi nasdan soyili, na kiyimili. Har bir musulmon va har bitta muslima namoz uni bo'yligi farzi ayn bo'lgandan boshlab namozning arkonlarini bilishi shart, bo'lmasa gunohkor bo'ladi. Ramazon ro'zasi kelganda ro'zaning arkonlarini bilishi shart, bo'lmasa gunohkor bo'ladi. Xuddi shunday Masjid Nabaviyda ham, Haram Sharifda ham 50 boshdan to'plab 5 mahal namozga hech qachon kirmaydi. Himmati bo'lib qolsa o'sha kuni 5 bo'sh bo'lib qolsa yuringlar kirishimiz mumkin deyish mumkin. Bo'lmasam o'zinglar. Ishoninglar, tajribadan o'tgan narsa. Yoningizda bitta odam o'tirar ekan, albatta u bilan chalg'iysiz. Inson bir insonga muhabbat qilish uchun u insonni tanishi kerak. Qanchalik Janobimiz sollallohu alayhi vasallam tanirkansizlar, qanchalik Robbimiz azza va jallani tanirkansizlar, yolg'iz bo'lgili keladi. Chunki hammaning o'zining dardi bor. Tahannus degan ibodat bor, yolg'iz qolib ibodat qilish. Munojat degan ibodat bor. Hozir sizlar bilan qanday gaplashayotgan bo'lsam, xuddi shunday gaplashish. Kim man qiladi sizlarga Robbimiz azza va jalladan shunaqa ovoz bilan chiqarib gaplashishni? Yoningizda bitta yaqiningiz bo'lsa uyalishingiz mumkin. Chunki hammamizning o'zimizning ichimizda dardimiz bor, o'zimiz bilamiz. Men xohlardimki, shunaqangi umra amalini qilib kelaylik. Shunaqangi ko'p salovat, salomlar aytaylik. Shunaqangi ibodatni zo'r qilib kelaylikki, mahshargohda butun insoniyat, Odam alayhisalomdan boshlab to qiyomatgacha kelgan so'nggi insonlar turganda, Janobimiz sollallohu alayhi vasallam shuni o'rtada turib, "Kelsangiz, meni Madinamda yurgan paytingda, menga salom va salovat aytganingda, menga bo'lgan hurmatni odob bilan bajarib qo'yganingda, sendan ko'ra menga eng yaqin yo'q edi. Ke bugun seni shafoatingga olaman" desinlar. Intilsanglar shunga intilinglar. Harakat qilsanglar shunga harakat qilinglar. Gaplashinglar. Janobimiz sollallohu alayhi vasallam eshitadilar, ishoninglar. Men sizni sog'inib keldim, siz meni sog'indingizmi? O'zingizga hech savol berib ko'rgansizmi biror marta bo'lsa ham? Meni borligimni Janobim bilarmikinlar? Mana shunaqa ummatlarga borligimni bilarmikinlar? Biror marta bo'lsa o'ylab ko'rgansizmi? Va nima amal qilib qo'ydiki, sizni yoki meni borligimni bilishlari uchun nima amalimiz bor? Sizlarni nasib qilgan bo'lsa, hozir hammasini tushuntirib beraman. Uhudga olib borishadi sizlarni, ko'rasizlar. Janobimiz sollallohu alayhi vasallam shu kuni ikkita halqa kiygan bo'lganlar. Nihoyat og'ir zarbalarga uchraganlar. Muborak boshlariga qilich bilan urishgan, muborak yelkalariga qilich bilan urishgan, tosh bilan urishgan, Muhammad o'ldi deb chinqirishgan ham, muborak yuzlariga halqalar ham kirib ketgan. 50 dan oshgan yoshlar bo'lganlar, ikkitala halqalari bo'lgan. Tepaga chiqa olmayotgan paytlarida Talha ibn Ubaydulloh shuna yotganlar. Talha ibn Ubaydullohning ustiga chiqib turib vojib bo'ldi degan. Nima vojib bo'ldigini jannat vojib bo'ldi Talha uchun degan. Talha ibn Ubaydulloh shuna qilich bilan urgan, shuna qo'llarini qo'yib qo'yganlar, bitta barmoqlari kesilib ketgan. Bu qo'llari umrining oxirigacha falaj bo'lgan. Biza bugun men Janobimiz yo'li. Jasadan yo'li, lekin mana borlar. Bugun biz o'zimizga jannatni vojib qilish uchun, bizning ismimizni zikr qilishlari uchun, loaqal tushimizga kirishlari uchun nima qildik? Himmat qilib, nima qildik? Kim bugun tunini turib harom qilib namoz o'qidi? "Ya Robbi, sendan nima ketadi? Sen mutlaq hokim bo'lsang, seni tepangda qudrat egasi bo'lmasa, biror marta Janobimni tushimga kiritgan" deb kim bugun yalinib so'radi? Muhabbatni da'vo qilaveramiz. Men ummatlarman deb da'vo qilamiz, ko'ksimizdan kelamiz. Lekin biror marta tunimizni harom qildingmi? Necha marta salovat aytdik, men hozir shon kiradi. Erkalab nimalar dedik ularga? Robbimizgacha. Madina Munavvaraga borganingizda sizlardan iltimos qilgan narsamiz shovqin solmaydi. Oyatdan tushgan. Janobimizdan oldida o'tirgan ovoz banon qilib bo'lmaydi. Xalifalardan birlari Abdulhamidxon hazratlari Madinaga reys olib kelganlarida yaqin kelganda kikizib olayotganlar. Janobimiz o'shan shovqinidan ozorlanmasinlar. Lekin men afsuslar bo'lsin, ko'ramiz oyoq kiyimi shuni sumkadan olib taqib etib tashlashadi. Eshigingizni bittasi qattiqroq yopib borsa, yoqadimi?
yuzingizga shapalatganda bo'laveradi. Azgincha egilib oyoq kiyimingizni qo'ysak, loaqal bizani o'sha oyoq kiyimimizdan ozod chekmasalar Janobimiz. Loaqal shunga harakat qilaylik. Oxir zamonda qiyomatda odamlar Odam alayhisalomga borishadi, Iso alayhisalom, Muso alayhisalom, Ibrohim alayhisalom hammasi nafsim deb turadi. Faqat Janobimiz sollallohu alayhi vasallam kelib butun insoniyat uchun muborak boshlarni yerga qo'yadilar. Ko'taring boshingizni ya Muhammad, so'rang bugun so'raganingiz beriladi deydi. Ummatim deydi. Ota-onalar majlisi bo'lgan, hammaning ota-onalar maktabda o'qigan paytda ota-onalar majlisiga borgan. Kim mana shu yerda aytgan bo'lar, men ota-onam hammani oldida uyat turishni men xohlardim deb. Hech kim xohlamaydi, menimcha ota-onasini uyat turishni. Siz shunaqa umr ko'chiringlarki, bizim uchun Janobimiz shu kun uyalmasin. Boshlarni tikka tursinlar. Bizni sabab bo'lmaylik. Boshlarni egilishlarga xossatan bizni sabab bo'lmaylik, shunga harakat qilinglar. Madina Munawvarada va Makka Mukarramada 6 mahal azon qilinadi. Bittasi tahajjud uchun, 5tasi 5 mahal namoz uchun. Yana nimaga ko'ra 6 ta azon qilarganda hayron bo'lmaylik. Ayollarimiz jamoat namoziga, janoza namozida qatnashmagani uchun hozir sizlarni janoza namozida qanaqa o'qilinadi, jamoat namozi qanaqa o'qilinadi, azgacha tushuntirib berib o'tamiz. Bomdod namozini, peshinmi, asrmi, shommi, xuftonmi, imom domla azon aytgandan keyin sunnati avval bo'lgan bomdod peshinda bor, xufton bo'lib, bomdod bilan peshinda bor ekan avval. Sunnat namozini o'qib olasan. Va sabr qilib o'tirasan. Keyin imom noib takbir tushiradi. O'rnidan turasiz. Imom domla Allohu akbar deganda Allohu akbar deb qo'lingizdan bog'laysiz va salom o'qiysiz. Subhanaka Allohumma bihamdika o'qiysiz. Bo'ldi, jim turasiz. Bizning mazhabimizda zam sura o'qish ham, Fotiha sura o'qish ham yo'q imomga deyishgan. Boshqa mazhablarda bor. Ularning ham dalili bor, bizning ham dalilimiz bor. Bir-birimizni kamsitmaylik. Yonizdagi musulmon dugonalaringiz rafulyadan qilib namoz o'qisa biz uni o'qiymiz. Biz Imom Azam mazhabida qo'limizdan bir marta bog'ladikmi, jim turamiz. Imom domla Allohu akbar deb rukuga, sajdaga ketganda o'zingizlar eshitgan darajada Allohu akbar deb takrorlaysizlar. Rukuda, sajda duolarni o'qiysizlar. Tashahhud o'tirganda tahiyotda salovatni o'qiysizlar. Imom domla salom beradi, siz ham salom berib namozdan chiqasiz. Jamoat namoziga va'da qilingan inshaalloh o'sha savobga ega bo'lasiz. Endi yo'lda doim 5 mahal namozdan keyin janoza namozi bor. Istisno tariqasida agar biror bir namoz bo'lmay qolsa, aksariyat 5 mahal namozdan keyin 5 mahal janoza namozi bor. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam shunaqa bir hadis bor ekan. Kim janoza namozida qatnashsa bir qiyrot dafn marosimida qatnashsa bir qiyrot savob degan ekan. Bir qiyrot qanday savob ya Rasululloh desa Uhud tog'icha degan ekan. Endi o'sha bir qiyrot savobga ega bo'lish uchun janoza namozi qanaqa o'qilinadi desa, imom domla Allohu akbar deganda siz ham Allohu akbar deysiz, qo'lingizni bog'laysiz. O'zingiz eshitgan darajada Allohu akbar deyish shart. Birinchi Allohu akbardan keyin bilsangiz sanoni o'qiysiz namozda. Ikkinchi Allohu akbar deganda yana Allohu akbar deysiz, salovatni o'qiysiz namozda. Uchinchi Allohu akbar deganda yana Allohu akbar deysiz, janoza duosi bor. Allohumma g'fir li hayyina va mayyitina deb boshlaydi. To'rtinchi Allohu akbar yana Allohu akbar deysiz, shu bilan janoza namozi tugaydi. Endi shu narsani bilmagan nima qilasiz, bilmasangiz zarari yo'q. Faqat 4 marta Allohu akbar deyish, o'zi eshitdingiz, aytsangiz o'sha savobga va'da bo'lasiz. Fiqhda alhamdulillah yurtimizda hozir din fiqhlarigacha noz joyigacha o'rgatishni ko'payib boryapti. Ustozlarimiz umri uzoq bo'lsin. Odam namozdan chiqmoqchi bo'lsa, bir tarafiga salom berishni qasd qilsa namozdan chiqib ketaveradi. Ikkinchi tarafiga salom berish shart emas. Janoza namozida ishtirok etayotganingizda imom domla assalomu alaykum va rahmatulloh deydi, shunda namozni tugatadi. Hayron bo'lmang. Namozdan chiqishni qasd qilsanglar, bir tarafiga salom bersanglar, bo'ldi, namozdan chiqqan bo'lasiz. Guruhga tashlab qo'yamiz, yaqinda Sojon domla ustozimiz shu savollarni berdi. Janoza namozi o'zi duo. Boshidan oxirigacha duo. Endi janoza namozidan keyin duo qilinadimi, qilinmaydimi desa, ikki xil qarash bor ustozlarimiz. Xohlaylar ayting istirjoni. Ya'ni inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Xohlaylar aytmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Aytsanglar ham mayitga emas, mayit yaqinlariga aytgandek bo'lasiz, bu duo.
etmasalar ham hech narsa bo'lmaydi. Faqatgina janoza namozida ishtirok etishni savob topish uchun 4 ta takbir o'zingizga ishtadan o'zingizga aytishingiz shart. Bo'ldi. Jamoat namozi, janoza namozi shundan iborat. Jamoat namozida ali janoza misol uchun bomdod farzi, peshin farz namozidan keyin sunnati bo'lgan namozni o'qishga shoshilmay turinglar. Shom, xufton, peshinga o'xshagan namozdan. Sabr qilib turinglar. Janoza namozi bo'lsa, imom domla e'lon qiladi bu narsani. Endi bo'sh o'tirmasdan nima qilish kerak esa, oyatul kursini va tasbihlarni tushirib olaylik o'sha. Keyin turasizlar, janoza namozini ishtirok etasizlar. Yoningizda odam bo'lmasa, misol uchun joy bo'lsa, ozgincha silchib olaylik. Nima kelsa, har bitta yer qaracha ibodat qilingan joyi qiyomat guvohlik o'tadi. Qancha ko'p joyda namoz o'qisanglar, shuncha ko'p joy sizlarga guvohlik beradi. Bu men ustimda namoz o'qiganim. Hazrat rahimahulloh olamdan o'tganlarida o'sha men kanishgan yonida turardilar, biladiganlar bilishadi bu narsani. O'sha yer rosa yig'ilgan bo'lsa kerak deb men o'zim ichimdan o'tkazgan edim. Chunki o'sha yo'ldan o'tib yurardi. Siz namozga qatnaydigan yo'lingiz siz olamdan o'tsangiz yig'laydi, ishoninglar. Men ustimdan bugun yurmayapti. Men ustimdan bugun o'tmayapti deb xafa bo'ladi. O'shaning uchun ko'paytiringlar joyni. Muhim bitta joyga turib olmaydi. Ko'p joylarda namoz o'qiydi. Keyin Telegramga e'tibor berib qarab turar ekansizlar, o'zi yigitlarimiz yozishadi. Bugun ayollarimiz falon paytda ravzaga kiradi, erkaklarimiz falon paytda ravzaga kiradi. Ravza nima o'zi? Janobimiz sallallohu alayhi vasallamning shunaqa mana bir hadis bor. Men uyim bilan minbarim o'rtasi jannat bog'laridan bir bog' bor. Minbarim havzun ustida qurilgandir degan. Ulamolarimiz ikki xil ta'bir qilishadi buni. Aytishadiki, birlari to'g'ridan-to'g'ri mana shu joy jannatdan tushgan deyshadi. Ikkinchisi aytishadiki, yo'q, bu joy jannat bog'lariga o'xshagan bir joy. Kim shu yerda namoz o'qisa, xuddiki jannatda namoz o'qigandek bo'ladi. Sizlar tartib bilan olib kirar ekan, kattakon televizorda sekundaga yoqib qo'yadi. 10 minut beradi, shundan pastga qarab ketadi. Bu yerda 2 rakat namoz o'qiganingizdan keyin asosan duo bilan mashg'ul bo'linglar. Asosan qanaqa duo o'qish kerak desa, hali bizda maqol bor. Har bitta kampir deydi, janozada o'zini dardi bilan yig'laydi deydi. Har bittadan o'zining dardi bor. So'raydiganlar. O'sha yerda Alloh o'zi nimani xayr qilgan bo'lsa, tilingizga solib qo'yadi. Faqat siz shu narsaga tayyor bo'lib borsanglar bo'ldi. Ravzaga biz bir marta olib chiqqanmiz, biz filmlarimizni bir marta olib ko'rib chiqqanmiz. Qolgani o'zingizning himmatingiz. Harakat qilsangiz inshaalloh kirasiz. Lekin ravzaga kirish yoki kirmaslik umra amal bo'lishi yoki bo'lmasligi sabab narsa emas. Bir fazilat emas. Iloji boricha odamlarga ozor bermaydi. Shovqin suron qilmaydi. Chunki muhtaram va hojilarimiz sizlarning ovozinglar ham avrat. Begona erkak kishi eshitishi yaxshi ish emas. O'shaning uchun Telegram gruppaga yozar ekansiz, iloji bo'lsa harflar bilan yozinglar. Chunki qancha erkak eshitadi ovozingni. Bu yaxshi ish emas. Madina ziyoratiga yozganda falon kuni Madina ziyoratiga chiqamiz deganda Uhudga olib boradi sizlarni. Mana shu Quboga, mana shu qiblaga tayinga, xurmo bozoriga va Qur'on fabrikasiga olib boradi sizlarni. Janobimiz sallallohu alayhi vasallamning shunaqa bir hadis borki, kim 2 rakat namoz kim tahorat qilsa va 2 rakat namozni Quboda o'qishni niyat qilsa, umraga safar qilingan savobga ega bo'ladi degan. Mehmonxonada ekansizlar, ertaga ziyoratga chiqqaningizda tahorat qilinglar, niyatda Quboda 2 rakat namoz o'qish niyat qildim deb qo'yinglar. Ana o'shanda yana bitta plus va'da qilingan umra safarining savobiga ega bo'lasiz. Sen Uhud tog'iga olib boradi. Uhud tog'iga borar ekansizlar, ustozlarimiz aytishadiki, asosan Uhuddan 2 ta ibrat olingan. Asosan deyishadi. Uhud tog'ida ko'rsatishadi, kamonchilar tepaligi bor. O'sha Uhud kuni Janobimiz sallallohu alayhi vasallam 40 ta yaqin kamonchini tepaligiga qo'yib qo'ygan. Bizning jasadlarimizni hatto yutqizib tushlab ko'tarib ketsa ham o'rnidan tark etmaylar degan. Lekin Allohning irodasi ekan, ular tepalikdan tushadi. 70 ga yaqin musulmonlar shahid bo'ladi. Shahiddan amiri Hamza radhiyallohu anhu ham shu kuni shahid bo'ladi. Endi ibratlanadigan narsamiz nima bu yerda esa, o'sha kamonchilarning birortasining ismi birorta siyrat kitobida yo'q. Hech kim bilmaydi. Hattoki ayollari ham bilmas ekan o'sha yerda erim turib tushib ketganini, bilmas ekan.
Musulmonlarimiz shunaqa bo'lgan, ayb bekitishgan. Ming afsus bo'lsin, hozir eng yaqin o'rtog'imizni mingta yaxshilik qiladi. Bitta xato qilib qolsa, mingta yaxshilikni esdan chiqarib olamiz. O'sha xatosini yuziga solamiz, arazlab yuramiz. Ikkinchi ibratimizni yo'l oladiganimiz. Siz kim bo'lishingizdan qat'iyingiz. Alloh va uning Rasuli sallallohu alayhi vasallamni qayt degan ishlardan qaytmas ekansiz, albatta boshingizga kulfat keladi. Boshingizga kulfat kelsa xursand bo'ling, Alloh uygan bo'ladi. Kelmasa qo'rqing. Buni sizning istidlol deydi. Bu nima degani esa farazan mana shu devor, paxsali devor bo'lsa, har kun tegishdan kelib suv sepib tursangiz, u bitilib quliydi. Alloh yoqtirmagan bandasiga darddan bermaydi, musibatdan bermaydi. Qancha haromga qo'l ursa, shuncha ko'tarilib ketaveradi. Uni tavba qilishni xohlamaydi. Bu bitilib quliydi. Bundan yomoni yo'q. Bir gunoh ish qildingizmi, bitilib keldimi, xursand bo'ling. Temir Robbimiz sizni yaxshi ko'rar ekan. Ayollarimizga tavsiyam, Madina Munavvarada o'tirayotgansizlar, Makka Mukarramada o'tirayotgansizlar, ko'proq birinchi uchun qazo namozlari bo'lsa 5 mahradan tashqari qazo namozini o'qing. Endi odam charchaydi. Charchaganingizda o'tirib Qur'on o'qing, ko'zi torliqsiz zikr qiling. Undan ham charchab qolsangiz, hadis va hayotda nubuvat xonadonining xonimlari degan bo'limi bor ayollar uchun. Hadija onamizdan boshlab hamma onalarimiz haqida yo'da Hazrat rahimahulloh ma'lumot berdilar. Men yuqorida zikr qildim, inson yaxshi ko'rmagan odamga hech qachon muhabbat qilmaydi, ishoning. Odam yaxshi ko'rgan odamga muhabbat qiladi. Hadija onamiz boy bo'lgan, nihoyatda boy bo'lgan Hadija onamiz. Janobimiz sallallohu alayhi vasallamning g'or bilan uylarining o'rtasi 10 kilometr bo'lgan. Lekin Hadija onamiz doim o'zaro ovqat olgan. Birovni yo'llab qo'ysalar bo'lardi. Lekin janobimizga bo'lgan muhabbatlarida bir ayolni eriga bo'lgan sadoqatini ramzi o'laroq har kun o'zaro ovqat olgan. Buni mukofoti nima bo'lgan bilasan? Bir kun ovqat olib kelar Jibril alayhisalom aytadilar: "Ya Rasululloh" dedi. Hadija kelyapti dedi. Qo'lida taom dedi. Alloh unga salom aytibdi. Men unga salom aytaman. Salomni yetkazib qo'ying dedi. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam Makkani fath qilgan kunlarni, "Ya Rasululloh, bugun g'alaba kapiyangizni qatga tikyapsiz" deganda, Hadijam oldiga tikildi degan. Hadijam bunga g'alaba dedi. Qaysi birimiz o'sha onamiz bilan birga bo'lish jannatda xohlaymiz? Intiliydi, harakat qiladi. Hech qanaqa to'siq yo'q, o'shalar bilan birga bo'lishingizdan to'sib qo'yadi. Erkaklardan ko'p kamolatga yetdi, ayollardan 4 tasi deganlar. Maryam onamiz, Hadija onamiz, Osiyo onamiz, Fatima onamiz. Harakat qilinglar. Hadija onamiz bilan suhbatdosh bo'lishga intilinglar. Hadija onamizdek vafodor bo'lishga harakat qilinglar. Madina Munavvarada faqat ibodat, boshqa hech qanaqa amal yo'q. Umringlarni ko'pini o'sha yerda o'tkazinglar. Erkaklarimizga bo'lsa hadis va hayotda jannat bashorati berilganlar va ahli bayt degan qismi bor, avvaliga o'sha. Badr kuni Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhumani suratlarida farishtalar tushgan, sariq sallalar o'raydi. Musulmonlarga yordamchi bo'lib. Siz shunaqangi hayot kechirib o'tingki, sizni suratingizda farishta tushib birorta bir odamga yordam bersin o'zingizga. Cho'kayotgan odamni qutqarib olsinmi, yo'llarni betiga birorta bir onaxonni olib o'tib qo'ysinmi? Harakat qilinglar shunaqangi yashashga. Allohim bersin. Ko'p salovat etish natijasida men oxirgi umra safarida bo'lgan bir voqeani beraman sizlarga. Shom namozini o'qib bo'lganimizdan keyin Robbim azza jalla menga turun deyman. Chiq haramdan dedi. Kabatullohdan haram ichidan sug'ordi. Ayolimga ham sen ham turdin. Ikkalamiz ham olib chiqdik. Mehmonxonangga bordi. 400 metr olib bordi. O'tirib tur dedi. Hali vaqt bor dedi. Endi turlarning o'rnlaridan tushlaring dedi. Men ikkita bandam adashib qolgan. Ular siymosidan taniysan, olib borib qo'ygan joyiga dedi. Tushdim. Ko'p boraverganimizda adashib qolgan odamlarni bitta bilamiz, ko'zidan jo'dirab turgan bo'ladi. Ikkita onaxon keldi shu, jo'dirab. Assalomu alaykum ona dedim. Adashib qoldinglarmi desam, ha dedi. Qani bejigingizni ko'ring dedim. Oradan 50 boshsiga telefon qildim. Tamom boshqa joyga ketib qolishgan edi. Olib borib qo'ydim. Yo'l-yo'lakay gaplashib ketdim. Qachon keldinglar dedim. Kecha shomda keldik.
muhabbatimiz oshib ketganda mehmonxonamizdan ham ko'rganmiz, hech narsani ko'rganmiz, kirib ketdimiz. Kecha shomdan beri yurimiz dedim. Bir sutka. Olib borib qo'ydim. Ona dedim, qo'rqdingizmi dedim. Yo'q, bolam dedilar. Adashib qolganimdan beri salovat etaman dedi. Ha, o'sha narsa ekan. Mani haram ichidan sug'urgan, sizni xizmatingizni qidirib qo'ygan narsa janobimizga bo'lgan muhabbatingiz ekan. Mana duo qilyapman dedim. Mana bizdagi muhabbatli bo'ling janobimizga singari. Salovatni tindirmaydi, ishoninglar. Duoinglar faqat salovatdan iborat bo'lsa, hamma mushkulinglar yechilib ketadi. Faqat biz bunga ishona olmaymiz. Chunki bizni janobimizdan tanimaymiz. Taniganimizda qo'limizni ko'tarib Allohga salovat, janob Allohga salom, janobimizga salovat etib, Allohu akbar deb qo'ya qolardik. Nom zikr qilib o'tirmasdik musibatlarimizdan. Madina Munavvarada ziyoratingiz tugagandan keyin, kuninglar tugagandan keyin 50 boshida sizlarga aytadi, bugun haramga qarab yuramiz. Bugun umra safarini boshlaymiz. Erkaklarimiz mehmonxonada chiroyli g'usullar qilib, poklanib, shampun, so'nglardan foydalanib, atirlarni badaningizga sepib, ehromni bog'laysizlar. Tikilgan hech narsa bo'lish kerak emas badanda. Maxsus o'sha oyoq kiyimlar bor, tuyulgan o'sha oyoq kiyimlarni rimlardan boylab pastga tushasizlar. Ayollarimiz ham xuddi shunday g'usullarni qilinglar. Faqat ayollarning eng yaxshi xushbo'yligi nima desa, bu suv deyishadi. Suvdan yaxshi xushbo'ylik yo'q ayollar uchun. Bir ayolga xushbo'ylik sepib chiqsa ko'chaga, bir erkak o'sha xushbo'ylik hillab turib bo'yni o'g'irsa, o'sha xushbo'ylik sepgan ayolga ham, uni o'sha xushbo'ylik sepishga ruxsat bergan erkakga ham Allohning la'nati bo'lsin. Shunday joyga borib turib, endi Allohning la'natiga ushlab qolishdan Allohimiz asrasin. Pastga tushayotgansizlar, avtobusga yig'ilganinglardan keyin Madinadan Makkaga qarab yo'lga chiqasizlar. Zulhulayfa degan joyda kelganida miqot chegara deydi. Bu yerga kiriladi, 2 rakat namoz o'qilinadi. 2 rakat namoz bilganlar birinchi surasiga Kafirun, ikkinchisiga Ixlos o'qisin. Bilmaganlar bilgan surani o'qirasizlar. 2 rakat namoz o'qiganingizdan keyin ikkita erkaklarga salom berganlik bilsanglar arabiychasini. Allohumma inni uridul umrata fayassir hali va taqabbal minni deb duo qiling. Bilmasanglar o'zbekchasini. Shu kungacha Robbimiz azza va jalla sizlarning duoinglarni ijobat qildi. Bu nimani alomat etsa, Robbimiz mutlaq ilm sohibi, alimligini va o'zbek tilini ham bilishini bildiradi. Ishoninglar, qalbingizdan chiqqanda, mustar bo'lgan holatda duo qilinglar. Allohim, men umrani niyat qildim. Mendan qabul qilgin va menga oson qilgin. Deylar, oson bo'ladi umringlar. Shubha bilan duo qilsanglar, ishoninglar, eng qiynalgan odam siz bo'lasiz. Alloh shunaqangi buyuk zotki, bandasi qo'lini ko'tarsa, quruq qaytarishni hayo qiladi va hech qachon hech kimdan qarz bo'lmaydi. Ishoninglar. Duoni qabul qildinglarmi? Niyat qilganingizdan keyin labbayk Allohumma labbayk deb o'rningizdan turasizlar. Shu bilan sizlarga ma'lum bir vaqtgacha ma'lum bir narsalar harom bo'ladi, mumkin emas bo'ladi. Mumkin emas bo'ladigan narsa eng ko'p jarimaga tushib qo'yadigan bizning xalqimiz bu narsadan xursand bo'lish kerak. Alhamdulillah, gigiyenaga qattiq rioya qilishdi. Yo'lda tahoratxonaga kirib chiqishadi-ku, biror bir narsa yeyishadi-da, shuni ularni sarf etganlar qo'liga artishib boshlashadi. Yoki sovun ishlatishadi. Bu narsa jarima mumkin emas. Ularni sarf etgan mumkin emas, sovun ham mumkin emas. Oddiy suv quyib qo'yasizlar. Hattoki ba'zi bir kitoblarda apelsin yeyish ham mumkin emas deyishgan ekan. Shuni tozalab olganda suvi sachiydi, shu bo'liga keladi. Qahvani ham ba'zi kitoblarda mumkin emas deyishgan. To ehromdan chiqib olmaguncha. Nihoyatda holat, o'zinglarni ehtiyot qilasizlar. Insonlar bir-biriga ozor berish mumkin emas. Yosh kelin-kuyovlar yonma-yon o'tirishdan ham ehtiyot bo'lish kerak. To umr amalni qilguncha, iloji boricha. Makka mukarramaga kelganingizdan keyin birinchi bo'lib biz doim taomlantiramiz. Harakat qilamizki, taomlanamiz. Chunki oldinda hali eng katta mas'uliyatli ish turibdi. Taomlan olganingizdan keyin xonani kafan tarqatadi, xonaga kirib boshqatdan tahoratlarni inglizlarni, g'usl qo'laslarni bemalol. Faqat yuqorida zikr qilingan shampun, sovunlardan foydalanish mumkin emas. Erkaklarimiz tikilgan kiyim kiyib turmaydi, tahorat qilayotganda g'usl qilgan. Tamom o'sha yengdan yechib, g'usl tahoratlarini qilsanglar bo'ladi. Tamom mumkin emas. Boshini kecha ko'zimiz tushib qoldi bitta videoda erkaklar boshini yopib ketyapti, konditsioner urayapti avtobusda. Mumkin emas bosh yopish umuman.
o'chirib qo'yinglar, kayingizni ko'tarib qo'yinglar. Buni bosh kiyim kiyilmaydi erkaklar. Ayollarimiz uchun umra safarda eng yaxshi kiyim qaysi kiyim deyishadi. Ko'p savol berishadi. Ustozimiz qizlari, ayolimizdan ustozlar bugun Odinaxon Muhammad Sodiq aytadilarki, iloji bo'lsa oq kiymanglar deydi. Chunki bizlardagi oq kiyimlarning ko'pi nafis oq kiyim. Quyoshda ichini ko'rsatib qo'yadi. Shamol bo'lsa qomat ko'rsatib qo'yadi. Labbaykani aytib, to Ka'batullohni ko'rganingicha labbaykani aytib kelaverasizlar. Ka'batullohga ko'zingiz tushishi bilan labbayga to'xtaydi. Ka'batullohga ko'zingiz tushishi bilan uni haybati sizlarni bosib qo'ymasligi uchun nima qilinadi? Birinchi ustozlarimiz aytishadiki, Allohu akbar degan deyishadi. Shunda san ey Ka'ba, sandan meni Robbim ulug' degan so'z chiqib, Ka'batulloh haybati tushadi va duo qilinglar deyishadi. Bemalol mana turib duo qila olmaysizlar. Politsiya yur deydi. Yurib borguningizcha bir kuni Hazrat Anas radhiyallohu anhu o'tirsalar, tobiiylardan kelib, yo Hazrat Anas birodar haqqiga duo qiling desalar, Robbana atina fid dunya hasana deb duo qildilar. Keyin chiqib ketadigan mahallada yana duo qiling desa, hozir hamma narsani jamlab berdimmi? Endi bo'lib berishimni xohlayapsan deb turdi. Ya'ni butun yaxshiliklar jamlangan duoni o'qib boringlar. Robbana atina o'qib boringlar. O'qib borar ekansizlar, tavof qilish burchiga bizning tilimizda mashhur bo'lgan qora tosh degan burchakdan boshlanadi. Erkaklarimiz o'ng qo'ligini chiqarishadi. O'zi polvonchi yurishi, ramla yurish, 3 marta aylanish bu sunnat. O'sha paytdagi holatga qarashadi. Odam ko'p bo'lsa, izdihom katta bo'lsa, erkaklarimiz ham bemalol yurishni boshlaysa, tavof qilishni boshlaysa. Ko'p ko'tarilgan savollardan bittasi, nimaga biza Indoneziya yoki Malayziyaliklarga o'xshatib, ellik boshimizni oldinga turib olib, mikrofonni gapirib ketmaydi, biz uni orqasidan takrorlamaymiz deydi. Farazan men sizlarni 50 boshinglarman, farazan. 7 marta tavof qilar ekanmiz, faqat bitta duoni o'qiyman. Ya Allohim. Sizlar ya Allohim deydi. Abdullohning gunohini kechir dedi. Abdullohning gunohini kechir dedi. 100 marta shuni aytib aylandi. Kimga yoqadi? Hech kimga yoqmaydi. Chunki menga yoqadi, men Abdulloh bo'lganim. Chunki sizlarga yoqmaydi. Chunki sizlarning dunyo kechish sababchi bo'lgan ota-onalar bor. Farzand zurriyotlar bor. Har bittadan o'zidan dardinglar bor. Maxsus bir duolar bormi desa, maxsus bir duolar ham yo'q. Sunnat bo'lgan duolar bor. Yodlagan bo'lsangiz yaxshi, yodlamagan bo'lsangiz bu musibat emas. Ishoning. Faqat tavsiyalar bor. Tavsiyalardan bittasi, tavof qilar ekansizlar, sizni meni tekinga musulmon qilib qo'ygan Robbimizga hamd etib aylaning deyish. Ya'ni tavsiyalardan bittasi, sizni meni musulmon bo'lishimni istagan, bu uchun umrini, jonini fido qilib yuborgan Janobimiz sallallohu alayhi vasallamga salovat etib aylaning deyish. Yana bir tavsiyadan bittasi ustozlarimiz aytishadiki, hadisi qudusiyning ma'nosi shundan iboratki, Alloh aytar ekanki, banda meni zikrim bilan ovora bo'lib qolsa, chalg'ib mashg'ul bo'lib qolsa, duo qila olmaydi. Hali so'raganlarda yaxshisini beraman deydi. Nima qilish kerak buning uchun desa, Fotiha surasini o'qib aylaninglar. Bitta aylanishda Fotiha surasi butun yaxshiliklarni o'zida jamlagan. Endi har bitta odam o'zining xohishi. Bu xosatan meni o'zim tavsiyam. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mani onalari hali musulmon bo'lmagan holatlarida Janobimiz sallallohu alayhi vasallam haqorat qilib qo'yadi. Abu Hurayra nihoyatda xafa bo'lib keladi. Ya Rasululloh duo qiling onamni. Rasululloh duo qiladi sallallohu alayhi vasallam. Abu Hurayra uyga qarab yuguradi. Duo ijobat bo'lishiga 100% ishonadi. Faqat duo tez tushadimi yoki men tez yetib boraman yuguradi ularga. Eshikni ochmoqchi bo'lsalar onalar aytadiki, "Ya Abu Hurayra" deydi. Onani yalang'och holatda ko'rmoqchimisan deydi. Nima qilasan onajon, siz g'usul qilman deydi. Va Abu Hurayra umrlarining oxirigacha, ya'ni onalari olamdan o'tgungacha onalarga doim salom berganda bir salom orqasidan bir duo qilar ekan. Robbirhamhuma kama robbayani saghira deydi. Bu nima degani esa, yo Allohim, meni menga ota-onam yoshligimda qanday muruvvat ko'rsatgan bo'lsa, sen ham ota-onamga shunaqa muruvvat qil degani. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ilk davrlari, vahiy ilk tushgan paytda Abu Bakr Siddiq Janobimiz sollallohu alayhi vasallam oldlarini olganlarida Abu Bakr Siddiqni bizantilarni buzib tashlashadi. Tanimaydigan holatga keltirib qo'yishadi. Onalari suv beraman desa ichmaydi, to Janobimni ko'rmaguncha, holatini bilmaguncha bir qurtum suv olmayman og'zimga deydi. Hatto bu qizini chaqiring deyshadi. Hazrat Umar qizlari iymon kelgan bo'ladi. Keladi, o'tiradilar.
Muhammad sallallohu alayhi vasallam yaxshi biladilar. Onalari hali musulmon bo'lmagani uchun Fatima onamizni Ibn Hattob bu Hazrat Umar singlari kim bu Muhammad men tanimayman. Qo'rqma bu meni onam deydi. Yaxshilar deydi. Olib boringlar mana shunaqa deydi. Bir taraflardan onalari, bir taraflardan Fatima onamiz olib borishadi. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abu Bakr holatlarini ko'rib mehrlar jo'shibdi. So'rang ham Abu Bakrdan. So'rang. Bizga bitta odam kelsa, hozir so'raganingni Allohdan so'rab beraman. Milliard foiz garantiya bor. Mana hozir bo'ladi shu ijobat bo'lsa, Alloh biladi nima so'rab olamiz. Shunda Abu Bakr bu meni onam deydi. Duo qiling ya Rasululloh. Haqiqiy ota-onaga bo'lgan muhabbat ko'rsatib beradi. Sizdan avvalgi guruhdan so'radim. Faqat xato bo'lmaydi, to'g'ri tushuning meni gaplarimni. Bugun mana hozir shom kelyapti. Ozginchadan keyin shom. Bugun tun uzoq tunlardamiz. Kim bugun kechqurun tunini harom qilib turdi, tahorat qildi, yig'lab ota-onasining gunohini kechirish uchun Robbimiz azza va jalla yalindi. Kim? Bo'lsa baraka topinglar. Qilmagan bo'lsanglar xavotir olmanglar, seni farzandingizdan haqqiga shuni qilmaydi. Ishoninglar menga. Qilmaydi. Siz qilmayapsizlarmi? Sizlarga ham qilishmaydi. Olamdan o'tganinglardan keyin qora qabrga kirib yotasizlar. Hech kimdan sizga duo kelmaydi. Chunki sizlar qilmayapsizlar. Lekin vaholanki hozir ota-onalarni haqorat qilsan, meni yoqamga yutib tashlaysiz. Lekin bir musulmon yoki bir musulmon sifatida, bir farzand sifatida bugun ota-onalar uchun istig'for etdinglarmi? Bugun ota-onalar uchun namoz o'qidinglarmi? Sen kamdan kam odam ha deb javob beradi. O'zingga o'ylab ko'ring. Siz shunaqa bir joyga ketyapsizlar, duolar ijobat bo'ladi. Qorilarning ota-onasi, olimlarning ota-onasi soyasi yo'q kunda Robbimiz azza va jallaning soyasida turadi. Sizni mana dunyoga keltirgan ota-ona quyosh tig'ida tursa, bu o'g'il bolaning ishimi? Bu farzand ishimi? Nima qilib qo'ydingiz ularni soyaga olib qo'yish uchun? Ruhlar makonida hech qanaqa amal yo'q, hammaning ruhi tikka turadi, hech narsa ish qilmaydi. Lekin birdan darajasi ko'tarilib qolsa, "Ma Robbuk, yo Robbim bu nima desa, orqangda qolgan zurriyoting bor-ku, senga istig'for etdi." Seni martabangni ko'tarilish uchun bugun bir ihson qildi, bir yaxshi amal qildi deydi. Solih farzand shunaqa bo'ladi. Faqat dunyosini obod qilib, oxiratini abjadini chiqarib qo'ymaydi ota-onasi. Haqiqiy solih farzand oxiratda ota-onasining obro'sini ko'tarib beradi. Soyasi yo'q kunda arsh soyasiga olib keltirib qo'yadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qo'shni qilib qo'yadi. Mana bu haqiqiy solih farzand. Siz shunaqa joyga ketyapsizlar. Yalinib, yolvorib, peshananglarni yerga urib yorib tashlaydi. Allohim nima ketadi sendan? Sen ustingda biror bir hokim bo'lmasa, biror bir kuch egasi bo'lmasa, sendan hech kim so'ramasa, faqat sen so'rasang, qilgan ishing uchun javob bermasang, men g'aribman, dunyoga kelishim sababchi bo'lgan, namozdan to'liq o'qimagan, Ramazoningizdan to'liq tutmagan. Allohim ota-onamni kechirginchi nimaga kelmay qolgan. Bitta tavob qilarkan sizlarga yana so'raylik shu narsa. So'raylik. Sizlardan keyin zurriyodinglar inshaalloh borib sizlar uchun ham so'raydi shu narsa. 7 marta tavof bo'lganingizdan keyin tavof namozi bor, 2 rakat o'qiysizlar. Bunda ham bilsanglar, birinchisiga kafirun, ikkinchisiga ixlos surasini o'qiysizlar. Keyin turib zamzam suvini ichasizlar. Zamzam suvini ichish tikka turib ichish sunnat. Yer yuzini qatida bo'lishdan qat'iy nazar qiblaga qarab ichish, xosatan Ka'batullohga bo'lar ekansizlar, Ka'baga qarab ichish kerak. Zamzam suvi. Zamzam suvi shifo so'raganga shifo, taom so'raganga taom deganlar Janobimiz sallallohu alayhi vasallam. Nima niyatinglar bo'lsa shar'iy qalbingizda o'shani aytib so'raydi, ichinglar o'sha narsani. Keyin Safo bilan Marva tepaligiga chiqasizlar. Safo tepaligida yurish boshlangan say Marva tepaligida tugaydi. Safo bilan Marvaning o'rtasida yashil chiroqlar bor, belgilar bor. Erkaklarimiz odatiy holatdan tashqari yo'lda tezlashib o'tishadi. Ayollarimizni sizlar sokin yurasizlar. Sizlarga yarashmaydi va buyurilmagan narsa. 7-si Marvada tugaydi. Qiblaga qarab turib, Ka'batullohga qarab turib duo qilasiz. Ota-onasini olib ketayotganligi tavsiyam, sizlarda bir baxt, sizlarda bor bu narsa, ishonmang. Ayyam Rahmali bilan ustozimiz amamizdan eshitib o'tirar ekanmiz, aytdilarki, "Ey ota-onasi yo'llar" dedi. Ota-onangiz oldingizda bo'lib qolish uchun nimalarni bergan bo'lardingiz dedi.
O'sha yerda pauzani bosdimda so'radim. Aya, nimangiz bergan bo'lardingiz? Bir soniya ham o'ylamadi, jonimni dedi. Ishoninglar. Ana shu holat. Odamni odamlar bayamlarni yonida bo'lish uchun jonim berganlar, to'g'risi. Kim ahli ayolni olib ketayotgan bo'lsa, u sizni nazdingizda ahli ayoldir. Lekin Robbim azza va jalla nazdida bu ham ona. Duolarni olinglar, kam bo'lmasin, ishoninglar. Ayollar onalarning misli qiyomatda esa xursand bo'lasiz ayol bo'lganingiz uchun. Dunyoga sababchi bo'lgan otanglar, akalar, ukalar, amaki tog'anglar, turmush o'rtog'inglar, farzandingizlar esa qochishadi o'sha kuni. Chunki haqqinglarni 100% ado qilib qo'yisha olmagan. Biz ayollarimizga haqqini aytmaymiz hammasini. Nima uni haqqi-yu, nima uni haqqi emasligini. So'raylar. Kim farzand ota-onasini olib ketayotgan bo'lsa, o'sha yerda stulchilar turadi, stulchini qo'yinglar deb ayollarni quchoqlab o'zingizga jannatga vojib qilib olinglar. Ota-onalarimiz ham qizg'anmagan holatda haqqiliga duo qilib jannatni beringlar ularga. Keyin erkaklarimiz chiqqandan keyin pastga tushayotgan o'zi salon deb turadi. Soch qisqartirish kerakmi yoki qirdirish kerakmi degan savolga javob bitta hadis, bitta oyat aytaman. Robbimiz azza va jalla Qur'onda shunaqa ma'noda bir oyat aytadiki, haram hududiga sochingni qirdirgan va qisqartirgan holatda emin etib kiringlar deydi. Avvalo qirdirgan deydi. Janobimiz sollallohu alayhi vasallamdan shunaqa uzun hadis bor. 3 marta aytganlar sochini qirdirganga Allohning rahmati bo'lsin deb va 1 marta qisqartirganga degan. Biz videorolik qo'yib qo'yamiz. Kecha ustozimizdan shu savolni so'raganmiz, javob berganlar. Kim sochini qisqartirish mumkin, kim qirdirish kerak? O'sha yerdan erkaklarimiz o'zlariga xulosa chiqazib olasizlar. Muhtaram onalarimiz, sizlar mehmonxonaga kirib, to mahramilik kelguncha sabr qilib kutib turasizlar. Kelishganligidan keyin hamma sochini jamlab turib, bir bo'g'inda sochidan boshidan oxirigacha kesib qo'yishadi. Endi yolg'iz opa-singillar ketayotganlar, ular Madinaga kelishib olinglar. Qancha olinglar o'zinglar bilan sumkaga solib qo'ysanglar, bagajga ketaveradi. Kelishib olinglar, iltimos siz sochingizni olib qo'ygandan keyin, "Meni sochimni ham olib qo'ying" deydi. Iltifot qilinglar bir-birlarga. Haram sharafda bitta qilingan yaxshilik chegarasi yo'q. Olib qo'yinglar. Shu bilan chiqasizlar. Marvadan chiqishinglarga turishadi o'zi sochini kesaman degan qizlar. Lekin hozir mana bittadan sochini qorasi ko'ringan-ku. Akalarim uchun bekitib qo'ygansizlar-ku. O'sha yerda millionta odam orasida sochinglarni ko'rsatib kesadi. Bu yaxshi ish emas. Ko'pincha insonlar harakat qilishadi Ka'batullohga borib ushlashga. Avvalambor yo'linglarda u kimga azob berib qo'yishingiz mumkin. Bu yaxshi ish emas. Xossatan onalarning. Shu kungacha badaningizga bitta erkakni qo'lini tekkizmadinglar-ku. U yoqda musulmonlar seni qo'lingni ushlayman deb harakat qilmaydi, niyat ham qilmaydi. Lekin holat shu. 10-qatorda turgan odam, mana bu turgan odam holatini bilmaydi, itaradi bir-birini. Bu yoqda turgan odam o'zini ushlab qolish uchun nima qiladi? Oldida turgan odamga xohlamasa qo'li tegib ketadi. O'shaning uchun bormaydi. Kerak emas emas, ishoning. Uzoqroqdan tavof qilaveringlar. Sizlarning har bitta kiyiminglar ehrom. Ka'batullohda 5 mahal namozni tushib bemalol qilaverasizlar. Mana ayollarimiz uchun hech qanaqa taqiq yo'q. Erkaklarimiz endi faqat Ka'batulloh oldiga tushaman desa, bizning o'sha ehrom degan mashhur bo'lgan tepasiga o'sha bir matob, pastga bir matob bilan tushadi. Endi savol tug'iladi bu yerda. Mumkinmi o'zi shunaqa tushish? Biz umra qilmaymiz-ku. Yolg'on bo'lib qolmaydimi desa, ikki xil javob bor. Fiqhiy javob bor va taqvoiy javob bor. Siz ichingizda ichki kiyimingiz bor, haligini boyladingiz, namoz o'qishga tushmoqchisiz. Bo'ldi. Arab sizdan hech qachon so'ramaydi, umra qilmoqchimisan yoki yo'qmi deydi. Arab tilini bilsangiz, so'rasak-ku, yolg'on gapirsangiz gunohkor bo'lasiz, bu mumkin emas. Fiqhdan hech qanaqasi yo'q buni. Men tushunsin dedi. Taqvo jihatidan-chi, bu o'zingizlarga havola. Hech kim sizlarni qilganidan demaydi, qilmaganidan demaydi bu narsa. O'zingizlarga havola bu narsa. Xossatan men, lekin hech qachon pastga tushmayman. Bir marta shu umrani qilib qo'ygandan keyin, mana shu 3-darajada oddiy mashina kiyimni tavof ham qilaman, namoz ham o'qiyman. Bu yerda tavof qiladigan bo'lsam 600 metr tugasa, bu yerda tavof qilsam 3 kilometr bo'ladi. Har bitta qadamimga savob va bitta qadamning gunohini kechirishni va'da qilgan Robbimdan umid qilgan holatda tepada qilaman. Lekin bu degani anaqa kiyib tushmaylar degani emas. Men o'g'illarimni ham qaytarmadim. Tushaman degani tushirib bo'lmadim. Chunki gunoh emas. Bu yo'q o'zingizlarga havola.
Shu bilan umri safari tugaydi, umri amaliga tugaydi. Endi eng ko'p ko'taradigan bitta narsa umri badal to'g'risida boshlanadi yo'l borgandan keyin. Ota-onamga qilmoqchi edim, unga qilmoqchi edim, bunga qilmoqchi edim. Hazrat rahimahulloh umri badali bor deganlar. Lekin ko'p qilishni tavsiya qilmaganlar. Umri badalini qilmoqchi bo'lgan odamlar Oysha onamiz masjidga taksida borasizlar, o'sha 2 rakat namoz o'qiysizlar, kimni nomidan qilmoqchi bo'lsangiz o'sha niyat qilasizlar, tarbiya etasizlar, kelib yana tavof, 2 rakat namoz, zamzam, say qilasizlar. Lekin bitta narsani tushunib yetinglar. Kimni nomidan umra badal qilgan bo'lsangiz, u odam oxiratda umra qildi hisobida bo'lmaydi. Faqat savobidan bahramand bo'ladi. Hatm qildingiz, baxshida qildingiz, u odam Qur'on o'qidi bo'lib qolmaydi. Hatmni savobidan baxshida qilinadi, savobidan umid qilinadi. Bir yaxshilik qildingiz, bittasiga qarz berdingiz, kechdim, ota-onamga duo qilib qo'ygan dedingiz. Ota-onangiz o'sha qarzni berdi bo'lib qolmaydi. O'sha savobidan bahramand bo'ladi. Xuddi shundoq umra badal qilayotgansizlar, faqat savobidan bahramand bo'ladi. Endi men o'zim doim tavof qilaman. Oysha onamizga 2018-yildan beri borsa, biror marta bormagan Oysha onamizga. Kelaman, undan ko'ra tepada 7 marta tavof qilaman, 2 rakat namoz o'qiyman, savobini adamga baxshida qilaman. Yana 7 rakat, yana 7 marta aylanaman, yana 2 rakat savob namoz o'qiyman, savobini adamga baxshida qilaman. Bo'ldi. Agar ayollarimizni har bitta otaga, onaga, xolaga, amaga borsangiz, kal bo'lib kelasiz deb qo'ying. Sochingda qolmaydi, ishoninglar. Bir bo'g'indan kesursin, nima qoladi? Hech narsa qolmaydi. Endi erkaklarimiz qidirib qo'yishdi birinchisini. Yana nafl umra qilishmoqchi. Nima qiladi soch masalasida desa, ilm uchun yug'izib qo'yaveradi. Videorolik tashlab qo'yamiz. Xosatan o'zim savol berganman. Payshanba kuni ustozimizning majlislarida javob bergan. Ko'rasizlar, bahramand bo'lasizlar inshaalloh. Keyin ikkita narsani, yana bitta narsani aytish esimizdan chiqib qoldi. Bu yoqdan mana tepasini vakuumni yo'q bo'lsa yo'qshidan paketlar bor-ku, kichkina paket. Turshi, yong'oq magizi savoli 10 ta 20 tacha olib oladi. Dushanba, payshanba kunlari yo'lda sunnat bo'lgan ro'zani tutishadi. Yoningizda ikkitasiga bu yoq tarafga, bu yoqda ikkita berdingiz. Nima bo'ladi desa, falonchining qizi falonchi yoki falonchining o'g'li falonchi. Misol uchun yoshlarimizdan, misol uchun farazan guruhimizda eng yoshi 20 yosh yoki 7 yoshli bola qildi shu narsani. Nima bo'ladi desa, nomi amaliga sohibi ihson degan yozib tushadi. Xosatan qatta aytsam Madinada, Makka mukarramada. Bu katta baxt. Oxiratda ochilganda ko'zlaringiz quvonadi. Yaxshi ham o'shanda ihson qilgan ekansiz. Endi shu narsani qila olmasangiz, hatto zamzam suvi olib, bundoq bering. Sohibi ihson bo'lasiz. Katta savobga ega bo'lasizlar. Xuddi shunday yuqorida zikr qilgan kitob o'qisanglar ham, ilm halqasida o'tirgan. Siz o'zingiz bilmassizlar, siz kitob ochib o'qirgansiz, janobimizning hayotlarini, ularning oilalarning hayotini o'rganar ekansiz, sizni tepangizdan boshlab to arsh alogacha farishtalar tushadi. Qarab turadi. Havas qiladi. Va va'da qilingan savoblarga inshaalloh ega bo'lasizlar. Biror bir savolingiz bo'lsa, inshaalloh hozir agar keyinchalik tug'ilsa, qo'limizdan kelgancha Telegram kanalida javob beramiz. Va ayollarimizga sizdan avval guruhlarga ham berdim. Ahli ayolimning telefon raqamlarini berib qo'yaman. Mabodo bir fiqhiy savolingiz tug'ilib qolsa, o'zingizga tegishli bo'lgan qo'llardan kelgancha javob beradilar. O'zlarining ilmlari yetmasa, ustozlar Odina ham Muhammad Sodiqdan so'rab beradilar. Faqat yuqorida zikr qilindi, bizda hozir soat 5 bo'lgan bo'lsa, bularda 3 bo'ladi, 2 soat tavof. Sizlar 10da hali uxlamadim deb savol bersanglar, bizda 12 bo'lgan bo'ladi. Uxlab qolgan bo'lsa, bu sizlarga be'tiborligimizdan emas. Inshaalloh ertalab turib, albatta savollarga javob beramiz, Xudo xohlasa.